Minecraftga eng kuchli bulutlarni qo'shdim. Aynan hozir bizaga bulutlarni oyisi kelyapti. Voy Maksim, nima qilamiz? Bulutlarni oyisi kelyapti-yu. Nima deysan, Tomka? Bulutlarni oyisi Oy, yo'q. Tumka, nima qilamiz? Yonimizga kelyapti уже. Nima qilishimiz kerak, Tumka? Bizada 30 sekund vaqt bo'ladi. Mana shu uyimizni himoya qilishimiz kerak. Maksim, ket tezroq bo'lmasam sirli. Qayoqqa tushib? Yo'q. Tumka, ketdi, bo'lmasam tezroq sirli magazinga demoqchidim. Davay ketdi. Yaqinlashyapti уже. Davay, Maksim, bu yoqqa mana sirli magazinimiz bizani. Mana mashitdan narsalar olsak bo'ladi. Davay nima olamiz? Nimadir olishimiz kerak. Davay mana lampa olamizmi? Yoki bunaqa pushkalar olamizmi? Lampa olaylik, Tumka, davay. Lampa zo'r bo'lardi, Tumka. Yoki mana shunaqa pushkada o'ldirib tashlaymiz. Maksim. Davay mashina olaylik, iltimos, Tumka. Maksim, yoki mana shu magnit olib o'ldirib tashlaymiz, Maksim. Nima olsa bo'lar ekan yana? Hozir o'ldirib tashlaymiz. Mana magazinimiz qaragan, nima olamiz? Tumka, Maksim, bizda pul yo'q-ku. Nima pul yo'q deysanmi? Biz hech nima ola olmaymizmi? Biz olamiz-ku bo'lmasam. Hozir lekin biz hech nima ola olmaymiz. Mana qara, pul bizga tangalar kerak. Mana shu katapulta olaman 10 mingda. Mana shuni yig'ib, mana shuni olgim kelyaptiman. Hozir bizda pul yo'qmi? Bizda pul yo'q. Biz yig'ishimiz kerak. Aynan hozir mana bulutlarni oyisi kelyapti, lekin qanaqadir qilib o'ldirishimiz kerak. Bizani pulimiz yo'q. Kopyo bor ekan, mana qaragan, nayza tekinga. Davay nazani otib ko'ramizmi? Mana bulutlarni oyisiga. Voy, mana qaragan, bola-chala chiqotdi yozdan. Oy, Tumka. Ketdi tezroq, mana yerda qaragan ko'pligini. Nima qilamiz? Davay bitta nayza yetmaydi bizga. Mana qara, shuncha bola-chala chiqib ketyapti. Mana qaragan, Maksim, menda ozgincha jon qoldi, bitta dona jon. Voy, nima qilamiz? Hammasini o'lib tashlashimiz kerak biza. Yaqin borish kerak emas bular. Biz to'shni himoya qilamizmi? Davay, mashinalarni otib tashlay. Maksim, qaqib ketyapsan, sanamot. Maksim, bitta o'zimni himoya qila olmayman-ku hech nimani. Qaqib ketib qoldim, Maksim, bitta o'zim. Bitta o'zim o'ldirdim. Oy, bitta o'zim. Davay qo'y, hech kimga yetib bermagan. Xo'p, mana mashita biz himoya bo'lib turamiz. Men qo'rqaman ulardan. Nima deyapsan? Qo'y, gapiraver. Men senga yetib bermayman, Tumkaga. Sen bu yoqqa men bilan bekayotgan. Maksim, men o'ldirdim endi. Kuchaytiramiz uyimizni. Mana uyni ham kuchaytirdim, Maksim. Yaxshi, Tumka. Men prosta ish bilan ketdim, sanga yordamlashmoqdim. Mana qaragan, endi ikkinchi bosqichga o'tdik. Hozir bizga juda ham katta bo'lib keladi. Bizda 120 ta tanga bor, ishlab oldim men. Endi bu tangalarni ishlatish kerak, nimadir olsa bo'ladi shu magazindan. Nima olsa bo'lar ekan? Xo'p, nima? Lampam pulimiz yetmaydi. 120 tagina tangamiz bor. Xo'p, lampa 500 ta tanga ekan. Davay lampa olaylik. Pulimiz lavushka olamizmi? Davay. Mana lavushka oldi, ana Tumka. Nima qilyapsan? Men senga ikkita savolim bor. Nimaga meni bunga 200 qo'yding? Yaxshimisan? Isming chiqmayaptimi sana? Nima qilib qo'yding, Maksim? Nimaga meni ichimga 200 qo'yding buni? Nima qilaman endi? Do'stlar nima qilib qo'ydim men, Maksim? Bosh o'rotdim buni, qanaqa qilib endi bitta o'zi qutqaradi, Maksim? Men qaragan lavushka menga qilib qo'ygandi yana gap. Yaqalashayotgan, nima qilamiz, Maksim? Tumka, men nima qilishni bilmayapman. O'zi kiyib oldi buni. Qanaqa kiyib oldim, sen kiyib qo'yding. 10 sekunddan keyin biz o'lamiz. Hozir yeb qo'yadi, hozir Tumka. Nima qilamiz? Nima olsak bo'lar ekan? Sen hech qayerga ketmay tur. Qayerga ketaman? Voy, ichiga tushib qolmanmi men bu bulutni? Hech qayerga ketib qolma deydi. Qanaqa ketib qolaman? Mana qaranglar ichini. Men bulut ichiga tushib qolman-ku. Men suvela demaymanmi? Ichlarmanmi? Nima bu kislotam? Yat. Mana uyimiz. Mana o'sha yoqqa magazinga ketib qoluvdi, Maksim. Nima qilsa bo'lar ekan, Tumka, o'yla. Mana shu nima qilish. Men bu yoqqa kirsam, demak mana shu narsam reshotkam ketib qolarmi?
Ana o'xshadi. Yaxshi bo'ldi. Endi nimadir mashina bulib o'ldirishni o'ylab topishimiz kerak. Tumka! O nima bu? Skeletmi? Xo'p, aytdi Maksim no'xatganikida magazindan nimadir otganmikan, ish qilib yordam berayotganmikan o'ldirishga. Mana bu yerda uy bor ekan, bu yerda kirka bor ekan, lekin kirka uncha zo'r emas ekan. O'shaning uchun mayli, mana suelani, bloklarni olib tashlayman. Mana tuflab olishga niyat qilaman kelgan. Jig'iga tegsam tuflab olish kerak. Xo'p, mana mashinani olib tashlayman. Oy, nimalar kelyapti? Yaxshimi bu yomonmi? Men tushuna olmayapman hozir. Stop. Bilaman siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Suvmi bu? Yo'y, men suvni sizonman. Nima qilsam bo'lar ekan, qanaqa anita. Men tuflavordim. Yaxshi, meni tuflavordan jig'iga tegman, men suvelarni sindirib bloklarni. Tumka, yaxshiyam kelsan kelding. Meni o'ldir bo'ldim o'zi. Yaxshi, qat'iyni o'zi. Men ichida edim uni, men kishkas dedim. Xullas, yaxshi sen o'ldiribsan bo'lmasam. Bo'pti Maksim, endi biz nima qilamiz? Meni tuflarni hozir bo'lib, endi kuchaytiramiz domimizni. 3-bosqichga o'tdik. Tumka mamni qaragan, himoyalangan bazamizni qaragan, вообще dam olsam bo'ladi. Bizda hozir dam olishga vaqt emas. Xursand bo'lsa ham bo'ladi, mayli. Bo'pti, men magazinimiz qaranglar do'stlar, lekin bizda hozir 1800 ta tanga bor. Bu yetadi, shanchi kim kelyapti bu? Gipnozli blub kelyapti Maksim. Gipnozli blub. Davay. Hozir yoningga boraman blub. Yaxshi, namuncha zo'r. Maksim, qanisan? Maksim qanisan? Maksim bu yoqqa borma. Uni yoniga borma. Yo'q, Maksim gipnoz qo'ydimi? Namuncha zo'r. Menga yoqyapti. Hozir yoningga boraman. Hozir fonarikingga boraman. Maksim, nima yo'q ketyapsan? Men tushundim. Uni gipnoz qo'yibdi. Demak, nimadir o'ylab topishimiz kerak biz tezroq nima? Ochki olamiz, mayli, magnit bor ekan. Xo'p, lampa bor ekan. Lampa nima qilib berar ekan? Mayli, shu lampani olamizki, magnitga ochki olamiz, mayli, hech nima qilmas. Kerak yo'q, ular nimadir o'ylab topamiz. Voy Maksim, hozir fonarikingga boraman. Voy Maksim, xo'p, men buni ishlatib ko'raman, men bo'lmasam ochkini. Bu ochki nima qilib berar ekan? Voy. Men tushundim, yaqinlashtirib berdik. Mana bu yerda bizda lampa и magnit bor. Xo'p, mana bu lampani qo'ysak bu yoqqa. Ishlatib ko'ramiz. Ishlatish uchun 2 ta odam kerak. Voy Maksim, bo'lmasa magnit bilan bu yoqqa tortib olaman. Davay, ana Maksimni tortib oldim men. Tumka nima bo'pti? Tushunmadim men. Qayerdaman? Davay Maksim, bu yoqqa ishlatish uchun 2 ta odam kerak ekan. Men boshimning narsani yechkin. Nima bu boshimning narsa? Men bilmadim, tezroq yechkinki, meni lampani ishlatib ko'ramiz. Xo'p, yaqinlashyapti o'sha gipnozli blub qaragan. Mana gipnoz qo'ydi sani. Men ishlatish uchun 2 ta odam kerak ekan. O'shaning uchun 1, 2, 3 ishlatamiz. Davay, aylantir Maksim. Davay, Tumka aylantiryapman, sen ham aylantir. Nima bo'lar ekan shuni aylantirsa-ya? Tumka nima bo'ldi? Chiqib o'ldimi o'sha blub? O'ldimi? Iltimos o'ldi degan. Maksim bo'ldi, o'libdi. Biz 3-bosqich ham o'tdik va bizda 2800 ta tanga bor. Endi uyimizni kuchaytirsak ham bo'ladi. Kuchaytirish bosaman. Ana, mana 4-bosqichga o'tdik, keyingi bosqichga. Momni qaragan, piratmiz biz, mom kорабльda. Kapitanmiz, Jack Vorabiy. Tumka menga yoqmayapti, nima kechi bo'lib qoldi? Bu yomon degani dema. Maksim, men bilmadim, lekin blub уже yaqinlashyapti.
Bizada 2800 tanga bor. Ham bizada zombi blub yaqinlashayotgan ekan. Zombi blub nima qilamiz? Zombi blubni nima o'ylab topsa bo'lar ekan-a? Voy, уже yaqinlashyapti. Mana buni qaragan. Nima olsa bo'lar ekan bizada? Tangalar bor. O'shancha nimadir o'ylab topsa bo'ladi. Mana bu kattaligini. Uy, mana creeperlar nima qilyapti bu? Ne bu yoqqa oldi? Ay, Tomga yordam ber. Lavushka oldi mani, nima tishlayaptimi mani, nima qilyapti, tushunmayapman. Ay, menga ormayapti, yaxshi menga lekin qanaqadir olib tashlang iltimos Tomga. Hozir olib tashlamayman, bilan o'ldirib olaylik, davay, o'ldirib tashlayman hammalarni. Menga tuflayapti Tomga. Hozir Maksim poylab tur, manda rakushkinlar bilan hozir o'ldirib tashlayman, davay, qoch. Rahmat senga Tomka, men bilan o'ldirib tashlaylik ekan, blubga o'tamiz, nimadir olamiz. Tomka, men bitta narsa o'ylab topdim. Menga qilich berib turgin iltimos. Ani plaster ko'ryapsanmi? Nima qilasan qilichchi? Meni o'ldirib tashlaylik hozir boraman. Hozir men qilich senga nima qilyapsan? Men tushunmadim. Hozir bitta narsa qilaman, qarab turgin. Rahmat, Mamitda. Hozir mana buni o'ldiraman Tomka. Menga qarab tur, bo'ldi. Oy. Xarosh Maksim, ura, men o'ldirdim Tomka. Va bizada 12500 tanga bor endi. Men nomerim yozolay 98292325. Bu yutganni nomeri tushunolinglar. Bo'ldi, maqtavermagin, keyingi bosqichga o'tamiz bo'lmasam. Wow, nima bu? Zakatni ke bu yoqqa Tomka, men zakatni qaragin. Nima qilaman? Davay tezroq chiq, Tomka. Qanaqa qilib chiqaman? O'zing qilib turasan. Qanaqa bo'tan chiqaman? Nimalar bu? Tushunmayapman. Do'stlar, menga tushuntirib beringlar. Qanaqa Maksim oldigacha men bitta o'zing qanaqa qilib tur. Xo'p, Tomka, bizda 12500 tanga bor va nima olsa bo'lar ekan bunga? Davay Maksim, nima qilsam bo'lar ekan? Xo'p, mana 12500 tanga bor. Mana shu balon bilan lastdan olsam bo'ldi. Bu hozir Tomka yoningga sakraman, seni qutqaraman. Maksim, men bu yoqqa sakraysan, nima olding? Men last oldim. Voy, lastda kiymaman, olgan bo'lsam xaski olaman, himoyada bo'laman. Hozir Tomka, hozir men kelaman. Nima qotgan ekan Maksim do'stlar? Men charchab ketdim o'sha. Nima bu? Elektriskiy bloklarmi? Xo'p, mana shu demak elektriskiy bloklarni sindirsam biz yutamizmi? Kirka olishim kerak bo'lmasam. Tomka, menga kirka berib turgan. Qanaqa beraman senga kirka? Nima qilasan? Hozir otdaman, bo'lmasam ushlab ol. Ana. Bo'ldi, Tomka, rahmat. Hozir mana mashinani buzib tashlasam, demak, u o'larmikan? Mayli, shunaqa bo'lsa kerak, bo'lmasam hammasini buzib tashlayman. Ozgincha qoldi. Men o'sha bilan o'rta bo'ldim, tezroq bo'l. Ana oxirgisi. Bo'ldi. Nima o'lmadi u? Mayli, pulemyot olaman, pulemyot bilan olib tashlayman. Davay, hozir Tomka, mashina o'ldiraman. Ana bo'lmasam. Davay. Xarosh Maksim. Maksim bitta o'zi o'ldirib va 57 mingta tangamiz bor. Ana oxirgi bosqichga o'tamiz biz bo'lmasam. Mana kuchaytirish uyi qani nima bo'lar ekan? Maksim, ana bo'ldi. Oxirgi bosqichga ham yetib keldik. Men bilan qaragin. Va eng chiroylisi bu. Va bizaga Tomka eng kuchli, eng zo'r blub kelyapti. Biz undan himoya qilishimizga nima qilamiz bo'lmasam? Tomka. Bilmadim Maksim, nima qilsa bo'lar ekan? Eng kuchlisi kelyapti. Mana magazin topdik. Nima olsa bo'lar ekan? Morskaya pushka olamizmi? Yo'q, meni balkim elektropushka. Men elektropushka olaman. Maksim, xohlasang uni olursan pushkani. Bo'ldi, men oldim. Men pulemyot olmoqchi edim, shunaqa katapulta. Elektriskiy pushka, sen morskoy pushka olgan bo'lsang, еще meni olaman Tomka, bo'lmasam ketdi. Mana buni kattaligini. Voy, nima qilamiz? Davay, o'ldirishimiz kerak tezroq. Nimalar qilyapti bu? Xo'p, osib tashlaymiz bo'lmasam, men kattaligini bunga uron ham tegmasa kerak. Mana xavfsizligini qaranglar.
Mana otashyapti. Ey, Tumka, bizani kорабльga akulalar hujum qilyapti. Mana qaragin, o'ldirishimiz kerak. Voy, rostdan ham. Qanaqa qilib buni o'ldiramiz endi, Maksim? Davay, shu elektropushka bilan otib tashlayman. Men akulalar o'larkan, lekin men bu o'lmas ekan. Tuf. Minalar qo'yib chiqaman, Tumka. Keyin akulalar yaqinlashmasligi uchun qo'yib chiq. Men katapultda otib ko'ramiz. Ishlamaymadi katapultani, men bu yoqqa minalarni qo'yib chiqaman. Akulalar kela olmaydi ekan. Davay, Tumka, nimadir olib topishimiz kerak. Pulemyot otib tashlaymiz, pulemyotdan. Ana otib tashlaymiz. Xo'p, to'xta. Tumka, to'xta. Men bitta narsa o'ylab qoldim. Uni hozir biz o'ldira olmaymiz, lekin uni ozi bor, qara, ko'rasanmi? Uni ozi zashishon xavfsiz emas. Qara, og'zini yopib-yotdi. Chunki og'ziga o'q tushsa, u o'ladi. O'shaning uchun biz og'ziga ochishimiz kerak. Mana qaragin, narsasi bilan og'zini yopib-yotdi. Bo'lmasa og'ziga ochib tashlayman. Ana yumshoq joyini topib oldik. Bu eng kuchli bluppi ham. Ana! Maksim, sen geniysan. Namcha qilsan, Maksim. Xarosh, ana biz yutdik. Bo'ldi, Tumka, yutdik-ku biz. Xayr do'stlar, bo'lmasam like bosish, ishdan chiqmasdan obuna bo'linglar. Oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Hammaga xayr.